Malibu 2 ni kam probegligini qidirib yurganlar uchun bor yo'g'i 25 000 kilometr masofani bosib o'tgan 2018-yil Malibu 2 avtomobil sotuvda. Mashina olib haydashingiz uchun tayyor holatda, juda ham zo'r variant. Mashinani saloniga, imini saloniga to'xtalib ketamiz. Salonlari ham motiv bo'lib, zo'r bo'lib turibdi. Kuzovlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Olov bo'lib, yonib turibdi, olib haydash uchun tayyor holatda kam probegli Malibu 2 qidirib yurgan okalarga jo'natib qo'yasizlar. Salonlari ko'rsanglar bo'ladi. Sirenalari ham dashi motiv bo'lib, yonib turibdi. Unaqa tayinlanib yuvib o'tirilmagan. O'sha bo'ladi. Telefonlar ham moddi. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, birinchi bo'lib Telegram kanalimizga qo'yamiz. Rullarga deb sizning navagirlar bor. 2 turbosi. Orqalarida bunaqa faralari bor. Narxi $20,900. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xohlasa kelib ko'rib, baraka qolsanglar bo'ladi. Bitinoni parogini orqasida kichkinagina petnosi bor ekan. Qolgan joylari toza, bemalol kelib ko'rib, tekshirtirib olsanglar bo'ladi.